YouTube, Instagram, TikTok'da kuzatib boring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhojirni kelajagi. Agar muhojirlar bir vaqtda qaytsa nima bo'ladi? Tasavvur qiling, 10 milliondan ortiq o'zbek muhojiri bir vaqtning o'zida bitta yilda yoki hatto bir oyda vatanga qaytdi. Nima bo'ladi? Ish o'rinlari yetishmaydi, iqtisod tizimi qattiq silkinadi. Bugungi O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy balansi muhojirlik hisobiga saqlanib turibdi. Agar ular bir vaqtda qaytsa, ishsizlar soni keskin oshadi. Davlatning mehnat bozori bu yukni ko'tara olmaydi. Xorijdan keladigan pul oqimi to'xtaydi. Bu esa byudjet va valyuta zaxirasiga katta zarba bo'ladi. Natijada mamlakat iqtisodiyotida shok to'lqini yuzaga keladi. Ijtimoiy tartib izdan chiqadi. Muhojir faqat ishchi emas, u tajribali, dunyo ko'rgan, haq-huquqni bilib qolgan inson. Bir vaqtda qaytgan millionlab muhojirlar hukumat uchun boshqarib bo'lmas ijtimoiy kuchdir. Chunki ular chet elda qonun, adolat va inson qadrini ko'rgan. Soqov xalqqa aylanishni istamaydigan, savol beradigan, hisob so'raydigan insonlar. Bu hukumat uchun eng katta xavf. Shu sababli tizim ularni alohida ketishga, parakandalikda bo'lishga majbur qilmoqda. Shu sababli ham biz kabi muxolifiy shamol tegirmoni kanallariga hujumlar uyushtirilmoqda va xalq, omma, muhojirlar haqiqatni bilmasliklarini ta'minlashga harakat qilmoqda. Milliy ruh va davlat siyosati o'rtasidagi ziddiyat ham ochiladi. Bir vaqtga qaytgan muhojirlar yurtdagi holatni chet el bilan solishtiradi. U yerda oddiy inson haqlari himoya qilinganini, bu yerda esa chop etilgan har bir fikr nazoratda ekanini ko'radi. Bu holat xalq ongidagi sukut pardasini yorib tashlaydi. Ya'ni bir paytda qaytgan muhojirlar bu haqiqat to'lqini bo'ladi. Ular yurtdagi soxta tartib va barqarorlik niqobini yirtadi. Shuning uchun bu tizim ularning qaytishidan manfaatdor emas. Mirziyoyev boshqaruvi uchun muhojirlar vatanga qaytmasligi kerak. Chunki ular qaytsa, valyuta kirimi to'xtaydi, ishsizlik oshadi, siyosiy savollar ko'payadi. Va eng muhimi, odamlar haqiqiy hayotni chet elda ko'rib kelgan bo'ladi. Shuning uchun hukumat ularni tashqi mehnat qahramonlari, valyuta yuboruvchi vatanparvarlar deb maqtaydi. Lekin amalda ularning qaytishi uchun birorta shart-sharoit yaratmaydi. Muhojirlar qaytsa, haqiqat qaytadi. Bir vaqtda qaytgan millionlab muhojirlar bu xalqning uyg'ongan ongidir. Bu ong qaytishi bilan xalq o'z qadrini, o'z haqini, o'z vatanini qayta topadi. Ammo hozirgi tizim uchun bu tashvish, xalq uchun esa najot. Shuning uchun muhojirlarning qaytishi nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy inqilob bo'ladi. Va shu kun keladi. Chunki xalq qancha chetda yurmasin, vatanga qaytish xohishi hech qachon o'lmaydi. O'sha kun kelganda esa Shavkat Mirziyoyev muhojir bo'lib qoladi. Uning oilasi, qavmi qarindoshlari muhojirlikka surishga majbur bo'ladi. O'sha kuni, shu kun kelganida
inqilob qilishga ham, qo'zg'olon qilishga ham hech narsaga hojat bo'lmaydi. Chunki o'zidan hech bir qarshiliksiz shu voqealar sodir bo'ladi. Xulosa o'zingizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Take that, foul beast!